Peygamberimiz Resulullah sallallohu alayhi vasallam mayitni ko'mib bo'lganlaridan keyin mayitni tepa qismida turib aytdilar, dedilar. E'tibor bering. Birodaringizga istig'for ayting endi. Unga endi Allohdan sabotlar tilang. Hozir bu so'ralajakdir, hozir. Istig'for aytish, Allohim mag'firat qilgin, otamni mag'firat qilgin, onamni mag'firat qilgin. Nega aynan mag'firat? Javobi shuki, afu etgin, kechirgin desa ham bo'ladi-ku. Yo'q, mag'firat so'raladi. Albatta farqi bor. Farqi shundaki, afu kechirgin, mag'firat degani gunohini kechirib qilgan gunohini savobga aylantirib bergin degani ekan. Mag'firat so'rang bunga. Allohdan sabotlar tilang. Birodarlar, ko'p odoblar esimizdan chiqib ketadi. Shuni qatorida o'lik ko'mgandan keyin darrov ketib qolish odatlarimiz bor. Ketib qolinmasa, otani onani tepasida turib, haqlariga istig'for aytib, sabot tilaning. Allohim savol javobini oson etgin, qorong'i go'rini yorug' qilgin degan ma'nodagi duo qilib turishni sabot. Qancha turish kerak? Otani ko'mdik, onani ko'mdik, qancha turaylik? Hozir bu aytiladiki, bir jonliqni so'yib, go'shtini tarqatguncha muddat turib, istig'for aytib turishimiz kerak bir soat. Birodarlar, hammani qatorda ketib qolmas ekanmiz, otamizni ko'mib, onamizni ko'mib, tepasida turar ekanmiz 1-2 soat. Haqlarga duo qilib, tilovat qilib. Mana shu yerdan boshlanadi birinchisi. Keyingilari albatta duolar bilan, keyingilari ularning nomlaridan sadaqalar berib, masalan, mana hozir gapirib o'tiribmiz. Mahallamizda karantinda o'tirganlar son ming. O'shalarni masalan chog'aylari bor, muhtojlari bor. Shularga bir narsani berib, bir ehsonni berib, bir yaxshi narsani berib, kifoyatli qilib, kifoyatlik degani yetarlik degani. O'zi yaxshi ko'rgan narsadan berib, shuni savobini otamga hadiya qildim. Onamga hadiya qildim. Mana shuni otini sadaqat. Otani nomidan, onani nomidan sadaqa berish shunaqa bo'ladi. Yoki uni joriya qilish mumkin. Joriya sadaqai joriya deydi. Masalan, daraxt ekib aytadi. Niyat qildim ushbu daraxtni Alloh yo'lida ekmoqlikka. Savobini otamga hadiya qildim, savobini onamga hadiya qildim. Mana shu yetib boradi.